Sun'iy intellekt davlat rahbari tayinlaganligini bilarmidingiz? Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Sun'iy intellekt bugun siyosatga qanday ta'sir ko'rsata oladi? Sun'iy intellekt har bir foydalanuvchining psixologiyasini tahlil qiladi va unga ta'sir ko'rsatish yo'llarini izlaydi. Kim nimadan qo'rqadi? Kim nimani yaxshi ko'radi? Barcha ma'lumotlarni yig'ib boradi. Shu orqali eng kamida sizga qanday reklama yoqish mumkinligini aniqlaydi. Eng ko'pida esa sizning ongingizni boshqara oladi. Yolg'on axborotlar, siyosatchilarning yuzlari orqali ishlangan sun'iy intellekt videolar, manipulyatsiyalar orqali davlat va xalqni bir-biriga qayrashi, nizo keltirib chiqarish mumkin. Endi urushlar tanklar bilan emas, axborotlar bilan bo'ladi. Kim axborotni boshqarsa, dunyoni boshqaradi. Hozirda insonlarning asosiy qismi sun'iy intellektdan ma'lumot olmoqda. Misol uchun, hozirgi vaqtda sun'iy intellekt foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshgan. Buni safsata deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu yaqinlashib kelayotgan xavf. Misol uchun, Nepalda bo'lgan Z avlod inqilobi orqali hukumat ag'darildi. Inqilobchilar sun'iy intellekt tavsiya qilgan odamni yangi hukumat rahbari qilib saylashdi. Albaniyada esa korrupsiyani oldini olish uchun sun'iy intellekt moliya vaziri sifatida ishga tushirilgan edi. Lekin oradan ko'p vaqt o'tmay, u ham korrupsiyaga qo'l urdi va hukumat uni o'chirib qo'ydi. Sun'iy intellekt bugun yo'llarda svetoforlarni, ishlab chiqarish korxonalarida robotlarni, hatto siz o'tirgan mashina-yu o'zingizni xavfsiz sanaydigan uyingizni boshqarmoqda. Endi tasavvur qildingizmi, sun'iy intellekt qancha narsani nazorat qilmoqda? Aynan shuning uchun davlatlar sun'iy intellekt bo'yicha musobaqaga kirishgan. Xitoy o'z xalqini nazorat qilish uchun sun'iy intellekt yaratsa, AQSh sun'iy intellektni butun dunyo uchun strategik qurol sifatida ishlatmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt xavfmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.